Toshkentlikmisiz aka? Voy aka, Toshkentni kinduvdanman-u. Sher rashkini keltiraman deb qo'ylarga qarash necha pul bul. Tushunasiz aka? Hidi kelyapti, mejikka. Ha? Ha? Ada, men bugun uyga bora olmayman. Radnoyimni topib oldim, jalla. Yemi? Kiymasang ham menga giyala ketsang tashab qo'y. Qiydaliging bil o'tirayman seni. Hamsoya, tayyor bo'lib to'xtang, bitta joyga raketa uchirish kerak. Tushundingizmi? Aka, adam vashshi meni mazga qo'yarlar, tushunasizmi, jalla? O'tga borsam, bo'tga borsam, mana qilsam gapirib tashaverarlar. Bitta hamsayamiz ham bor bizdan. Uyga kiyveradi pastdan, tushunasizmi? Sanmi men o'g'lim buzib yurgan? Yo'q, o'zi keldi oldimga, taniymanmi o'g'lingiz? Mehmonmisan? Ha, mehmonman. Yurg'ano'ya, gap bu. Sen arqamdan yur, tushundingmi? Zokir, ki bacham, ki, asal bacham, ki. Uy, san. Hamsoya uni urmang, mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Qani kiring qaniymi? Endi jiyan, mana sen normalni bachaga o'xshayapsan. Soching o'sgan emas, usti boshing normalni. Nimaga bizi bacha bunaqa? Mejik o'zi yaxshi joy. Bu tashqarida tikib bolalar bordi, o'shani tarbiya olib qo'ygan bolangiz. Ana, mejik dedi. Mana seni gapirishing normalda, jiyan. Nimaga meni bacham bunaqa gapiradi? Gapir bitta. Nimani gapirtiryapsizlar-da, jalla? Mana, ko'rdingmi? Toshkentda hech kim adasi gunoh gapirmaydi, aka. Bu endi qanaqadir videolarni ko'rib, qabristonskilardan tarbiya oldi-da. Ana, qabristonskilarga qo'shilgan o'g'ling. O'g'lingiz suyagini adini go'shini adini qilaman. Ber aka. Men qarajiyan, sana mana unaqa beqiliq raqslardan qilib bilasanmi, o'ynay bilasanmi? Aka, erkak kishini o'ynagani, o'lgani men o'ynamayman. Malades. Endi biz bachaga qara, bunga qara. Tuva qildim. Jilli bu, jilli. Ruxsat bering. Bitta uri o'g'lingizni iltimos, maylimi? Nima deysiz, Hamsoya? To'g'ri, Hamsoya, o'zim yomon urasim kelyapti. Mayli, mehmon hurmati bor. Sosin bitta. Davay. Yaxshi. Ichiga uring, ichiga.